Tadbirlar bugun Agrobank Urgut filiali navbatdagi tadbirkorlar bilan uchrashuv kuni. Mana 2025 yakunlab kelmoqda. Shu 2025-yil uchun tadbirkorlarga ajratilgan kreditlar, tadbirkorlar qo'llab-quvvatlash uchun berilgan imtiyozlar to'g'risida ozgina ma'lumot hamda 2026-yil rejalashtirilgan o'sha tadbirkorlarni qanday qo'llab-quvvatlash kerak, moliyaviy qo'llab-quvvatlash. Aynan bank dasturiga doir moliyaviy qo'llab-quvvatlashga bitta yangilik joriy etildi hurmatli prezidentimiz tomonidan. 2026-yildan boshlab aynan Urgut tumaniga, Urgut tumani tashrifi davomida Urgut tumanidagi fermer xo'jaliklariga, qishloq xo'jaligi, ya'ni chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklariga 10 yil muddatga 10% kredit ajratish kerakligi shu prezident tomonidan taklif etildi. Bu bo'yicha hozir o'sha tashkiliy ishlar amalga oshirilmoqda. 2026-yilda qishloq xo'jaligiga chorvachilik uchun 10 yil muddatgacha kredit imtiyozi ajratiladi. Bu nimani olib keladi? Bu o'sha qishloq xo'jaligida fermer xo'jaliklarini, ya'ni o'sha go'sht mahsulotlariga bo'lgan aholi talabi